ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене я. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дачу где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии вновь могли позажигать. Чтобы на твоем столетии все могли позажигать. С днем рождения льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения. Lekin to'g'ri gapiryapti eringiz. Hattoki meni xotinim ham bu paytda sog'ani o'ziga o'zi bo'ladi. Bo'ldi, chaqiramiz. Xo'p, tushunarli. Himoyachi. Labbay. Ayblanuvchini himoya qilishga kuchingiz yetadimi? Harakat qilaman. Hurmatli sudya. To'g'ri, ayblanuvchini aybini bir chelak ohak bilan ham oqlab bo'lmaydi. Ammo harakat qilamiz, chunki olib qo'yganmiz pulini. Biz o'rgandik, oilasini o'rganib chiqdik. Mana Jumayeva jabrlanuvchi Sichqon yilida tug'ilgan ekan. Muchali Sichqon yili ekan. Eri qayerga pul bekitsa, topfalar ekan. Bankaga bekitsa, bankadan podvalda bo'lsa, podvaldan hatto qaysi kuni tuflisini poshnasini kesib ichiga 200 ming so'm choyxonaga pul bekitgan ekan. 200 ming so'm nima degan gap? Shuni ham topibdi-da bu. Yolg'on gapirmang. 200 ming nasida 183 ming edi. Axir bu sana Ana ko'rdingizmi isboti. Bu bechara ayblanuvchi qayerdan sovg'a bersin xotiniga, hamma pulni tortib olsa. Janob sudya, haqiqatdan ham xotinim Sichqon Muchalida tug'ilgan. o'zingizchi Men mushuk degan. ayblanuvchi mushuk yili Muchalda yo'q. Hurmatli sudya, o'zi ayblanuvchi Arslon yilida tug'ilgan. Lekin mana xotin bilan yashayverib, mushukka aylanib qolgan bu bechara. Og'zim bor deb baldiraverasizmi? Sariq bosh. Boshimga til tekkizmang. Yoshligimda saru kasal bo'lganman. Между прочим. Qo'shnimiz Natashaga havasim keladi. Sudya janobi